Mana shu futbolkani yuvib qo'ygin, shuni kiyib ketaman deganmini nimaga yuvmading? Voy, esimdan chiqib qolibdi. Xudoim eski. Ha, esingga solma. Hozir yuvsam, shuni kiyib ketaman. Men qo'llaringizga qarayman, sizga qarayman. Ay, xotin yig'lama, iltimos kechir meni, iltimos yig'lamagin. Mayli o'sha oq futbolkani kiyib ketaman. Kelin soat 8 bo'ldi, hali ham choy yo'q. Uxlab qolma, adajon. Hadi uxlayveradi. Nima bu tertadi, baqa chaqiradi. Xotining hali ham choy tayyorlamagan. Ne tayyorlaymisan, o'g'li choy ichadiku. Bor tayyorla. Qaysi biriga ulguring, polizga qarayman. Xotin, iltimos yig'lamagin. Mana shu ko'z ochalik chidolmayman, borog'u nimadir qilarman. Adi, bilasizmi, nima qilib qo'ydi? Nima qilib qo'ydi? Ba'zangi deb o'tirib, bitta ayolni yig'latdi. Ha, shu choy ichardingiz. 5 minut oldin, 5 minut keyin o'zim tayyorlayman hozir. Xo'p. Tavba qildim. Bu kelinga ham har yig'i kiyib bo'lar ekan. Siz o'tganlari yo'q. Ozgina etganlarini qilmay qolsam, urushib berganlarni yolg'ondan yig'lab bermayman. Siz o'rgatgan tulki uslub zo'r foyda beryapti. Voy, adasi, assalomu alaykum. Oyinigidan uyga necha keyin degan? To'rga? Soat 5 bo'ldi, tur yo'qol oningki. Voy, mehmonlar keldi degan, opoqalarim keldi, o'shaning uchun qolib ketdim, adasi. Yaxshi o'pa qolaylik, men o'tirasan, tur yo'qol. Ko'zingni silgin oqizma menga, tur yo'qol. Men yig'laboman. Yaxshi yig'laver, bor oningki dedimi? Nimaga onamikiga? Ha, borib aytgin. Ha, menga yangi usul o'rgatgansiz degin. Ha, erimni tulki usulini bilib qolibdilar degin. Мы все дальше живем.